Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Sergeli mashina bozorida mashina narxlarini ko'rishni davom ettiramiz. Demak, bizda birinchi mashinamiz Spark mashinasi. Tak, Spark mashinani motorlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta ma'lumotlarni berib o'tasizmi bu mashinani? Tak, bizda kraska qanaqa mashinada? Kraska toza. Kraskamiz top toza, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Poliklarni, chexollar yaxshi holatda, mexanika korobka. Motor qanaqa ekan buni? Nechilik? Yaxshi, yumshoq. Motori nechilik aka buni? 1.2 motor, gaz qo'yilmagan. 1.2 motor. Probeglari 229 ming bo'libdi. 6600 narxi chiqar ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Tak. Polni holatlarni ko'rishingiz mumkin. Demak, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Orqa holatlarni ham bitta ko'rsatamiz. Holatlarni, orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Va mashinamiz benzinda, hech qanaqa gaz qo'yilmagan holatda ekan. Demak, kraskalar top toza, 229 ming probeg va 6,5 ming narx, yana kelishadigan joyi bor. Telefon raqamlarimiz. Telefon raqamini aytib o'rasizmi? 93lik 392 52 55. Demak, keyingi mashinamiz Nexia 3 mashinasi. Bunda 4-pokoleniya metan gaz bu. Demak, 4-pokoleniya metan gazlari bor. Salon holatlarini bitta ko'rishingiz mumkin. Bizda anchagina navrotlari bor ekan. Bu mashinamizni mes rul, qimmat poliklar qo'yib qo'yilgan, salon polni oqartirilgan, tablo tuning qilingan va probeglari qancha ekan buni? 175. 175 ming ekan. 175 ming probeglari bor ekan. Bu yerda monitorlari bor, salon holatini ko'rishingiz mumkin, avtomat korobka, video registratori bor ekan bizda. Salon holatlarini, chexollarni ko'rishingiz mumkin. Kardinal chexollar qo'yilgan. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda ekan. Orqasida 70 talik bu metan gazimiz, adashmasam. Bu qanchadan chiqadi? Bu narx qancha ekan buni? 7600 dollar ekan. Diskalarni ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi sport diskalar qo'yib qo'yilgan ekan. Balon holatlari ham juda ham zo'r holatda. Aka, buning narxi 7600 mi? Kraskalari qanaqa? Kraska oldi, orqa butun, kraska sepilmagan. Kaputlar o'ziniki hammasi. Ikkita eshikda bor. Ikkita eshikda bor. Mana bunda petno bor. Bunda ham petno bor. Tushunarli. Xo'p, bunga ham haligi telefon raqam, to'g'rimi? Xuddi o'sha. Okay. Pastda, video pastda yozib qo'yamiz. Keyingi mashinamiz bizda Cobalt mashinasi. Cobalt mashinasi bizda qanaqa, bu benzinda yuradimi? Demak, motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ma'lumotlari ham yozilgan ekan. Cobalt avtomat korobka. 2024-yil 41 ming probeg yurgan ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda evakor poliklar taqib qo'yilgan. Chexol holatlari kardinaldan yaxshi chexol taqilgan. Bu yerda mana 41 ming probeg ko'rinib turganda. Avtomat korobka, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda. Mashinamiz shumka qilinmagan ekan. Orqa salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Demak, orqa bagaj juda ham keng, chunki bunda gaz qo'yilmagan holatda ekan. Orqa balonlarni ko'rishingiz mumkin. Orqa balon holatlari ham yaxshi, zapaska balonlari yaxshi, o'zini balonlari ham yaxshi holatda. Menimcha bir 30 ming, 40 ming yurib bersa kerak o'zini balonida ekan. Xo'p, buni kraska holatlari qanaqa? Demak, aka, kraskasi qanaqa bu mashinani? Kraska toza. Bunisida-chi?
Buni ham kraskasi toza holatda ekan. 2023-yil Spark avtomat korobka mashinamiz 5500 km masofa bosib o'tgan. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Demak, shumka qilinmagan, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Toza saloni. Bu yerda hozir probeglari 5500 dedik. Bitta yana ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda ham 55500 km ko'rsatyapti avtomat korobka. Orqa salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda. Tak, bu benzinda yuradi, bu. Benzinda yuradigan mashina. Xo'p, telefon raqamlar video pastda ham chiqadi. Va men bu yerda eslatib o'taman, 94lik 107 94 44 99lik 1001 raqamlarga telefon qilsangiz bo'lar ekan. Demak, do'stlar, bizda keyingi mashinalarimiz Cobalt mashinasi. Aka, yili nechi buni? 2013-yil. 2013-yil. 238 ming. Birinchi pozitsiya, 3-pokoleniya oddiy metan gazi. Kraskalari qanaqa buni? Bitta kapot, ikkita krilo sepilgan ekan. Birinchi pozitsiya mexanika korobkada. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Gibrid polik taqilgan. Chexollari bor, chexollari yaxshi. Mexanika korobkada. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Oddiy pultda, o'zini pulti ekan, mejigarlari yo'q ekan. Salon holatlari umuman olganda yaxshi. Xo'sh. Menimcha qayerdandi? Oldi oddiy knopkali varianti ekan. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Agar bagajni bosib o'rasizmi, brat? Bagaj kalitdami? Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Zapaskalari qanaqa? Zapaskalari bor, xudo o'rsa. Zapaska balonlari ham juda yaxshi holatda. Orqa holatlari ham juda yaxshi holatda saqlangan mashinamiz. Narx qancha edi aka buni? 7000 bo'lsa beraman. 7000 yan kelishadigan joyimiz bor. Telefon raqami aytib bersangiz aka? 90lik 95 55 raqamlar. Xo'p, keyingi mashinamiz bunda qanaqa aka holatlari, kraskalari? Bo'ldi aka. Xo'p, 23-yil 2023-yil 30 ming yurgan. 4-pozitsiya Darkman bu rangda. Avtogirtga ham chiqazib beraman, xohlasanglar. Aha. $1700 bilan boshlanish to'lovi chiqib ketadi. Oylik to'lov 4,5 million so'm bo'ladi. 4,5 million so'mdan $1700 ga. Benzinda yurgan ekan bu. Mashina gaz qo'yilmagan. Shumka qilinmagan. Sepilgan. Bitta parok, petno sepilgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda yangi Cobalt mashinamiz 30 ming probegda. Xo'sh, orqa bagajni ham bitta ko'ramiz. Oldi holati, orqa holati ham juda ham yaxshi. Bu yerda monitorlar qo'yilgan, monitor aytdim yo'qmi? Monitor qo'yilgan, salon holatlari ham juda ham zo'r holatda. Bitta orqalarini ko'ramiz. Orqalar juda keng, chunki bizda gaz yo'q. Xo'sh, bitta bu holatlarni ko'ramiz. Zapaskalari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Xo'sh. Shunaqa holatda telefon raqamlar 90lik 044 95 55 raqamlari. $3450 boshlang'ich bilan bu yerda yozib qo'yilibdi. 3,400,000 ga chiqar ekan. Keyingi mashinamiz bizda Gentra avtomobilimiz. Gentra avtomobilimizda bu propanniki menimcha. Hozir ko'ramiz, chunki bu propanni tak propan narsalari 34 ming yurgan ekan. Birinchi pozitsiya ekan. Metan gazlari bor ekan.
2021-22 yil ekan. Уже shumkalari bor ekan, mashinada shumka bor. Eshik og'irligidan bilinadi. Xo'p, gibrid poliklar taqilgan, kardinaldan yaxshi chexollar taqilgan. Salon holatini ko'rishingiz mumkin. Juda yaxshi holatda probeglarni bitta ko'ramiz o'zidan. Yana Magigar pultlari ham bor ekan. 34 ming probegda mashinamiz juda ham zo'r holatda turibdi. 21-yil mexanika. Hamma navbatlari bor. Shumkalari ham bor ekan. Shumka yo'q. Shumkasi 4 ta baloni bor. Chexol bor, polik bor, bara bor. Magigar pulti bor. Ikkinchi pozitsiya, ABS, dashta motor, hamma narsasi bor. Narxini qancha qilib beramiz? Narx qancha chiqadi aka buni? 11 ming so'rayapman. Siz o'sha obunachilaringizga 10,5 ming qilib beraman. Gap yo'q. 10,5 ga yana xudo bilsa talashib tortishib olsanglar bo'ladi. Orqasida damka, instrument hamma narsasi bor. Propa 48 ta. shunaqa kretali balonlarda shumka bilan qo'yilgan ekan. Xudo bilsa yaxshi xizmat qiladi sizlarga mashinamiz. Aka telefon raqamini ham bitta aytib yuborasizmi? 94lik 677 08 89 ga qilaverasizlar. Buni ham avtogirga qilib beraman, 1000 so'm bilan chiqib ketadi. 1000 so'm beradi, boshlang'ich to'lov, oylik to'lov bir 4 million 400 atrofida chiqadi. 4 million 400 atrofida chiqadi. Mashinamiz holati juda ham zo'r ekan. Demak, bizda keyingi mashinamiz Gentra avtomobili. Gentra avtomobilimizda xo'p, 4-pokoleniya metan gazi adashmasam bu. Demak, kraska qanaqa aka bunda? Krilloda bor. Ravon faralar taqib qo'yilgan. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balonlari juda ham ideal holat turibdi. Yaxshi balonlarda shumka qilingan. Polni kuzov shumka qilingan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Probeg qancha aka bunda? 160 ming probeglari bor. Coverdan yaxshi chexollar taqib qo'yilgan ekan. Demak, hozir orqa salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa salonlari ham juda ham yaxshi holatda. Demak, orqa stoplari ham qora stoplarda qo'yib qo'yilgan, optik stoplardan. Menimcha bu mesh stop deyilsa kerak. Metan gazdan ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Mashina zo'r holatda. Aka, narx qancha buni? 10500 bo'lsa berib yuboramiz. 10500 ga berib yuboramiz. Avtokreditga ham chiqargan boshlang'ich to'lov $800. Bundan tashqari gayda ham xarajat bormi bunda? Hammasi shuning ichida aka. Hammasi shuning ichida. Xo'sh, kreditni mana bu yerda ko'rishingiz bo'ladi. 36 oyga 5 million 900 dan 48 va 60 oylikda ham ko'rishingiz bo'ladi. Telefon raqamlari 98lik 125 1440 va pastda yana telefon raqamlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, qadrli obunachilar, bizda keyingi mashinamiz Tracker avtomobili. Aka, nechinchi pozitsiya bu? Birinchi pozitsiya bezluk avtomat 2023-yil 65 ming probegda, kraskalari petnosi bor ekan. Qaysi tomonda aka? Orqa bagajda petnosi bor. Boshlang'ich to'lov $1500 bilan Hayot bankdan chiqargan. Bu yerda necha oyga qancha chiqishi bor ekan. Salon holatlarini hozir sizga ko'rsatib o'taman. 4-pokoleniya propan gazlari ham bor. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlari juda ham yaxshi holatda va ko'rpoliklar taqib qo'yilgan. Xo'sh. Video registratorlari ham bor ekan. Demak, bu tarafdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Video vaqti ketmasin, aylanib o'tishimga deb, bu tarafga o'tib, yana boshqadan videoni boshladim. Demak, salon holatlarini, orqa salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Magigar pultlari bor ekan. Magigar o'zini заводской pulti bor ekan. Bu yerda bitta holatlarni ko'rishingiz mumkin. Probeglarni hozir
ko'ramiz. Xo'sh. Tak, probegi 66 ming. Barcha holatlar soz holatda turibdi. Demak, bagajlik nuqtasi qayerda ekan bu? Oldiniga ekan. Demak, akalar, bu yerda Lenovo'dan video registratorlarimiz bor. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Orqa salon holatlari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Demak, bu mashinamizni avtokreditga chiqaramiz va naqd pulga ham menimcha chiqarishimiz mumkin bo'ladi. 14800 dollar naqd pulga. Bular ham sizlarda? Bular ham bizlardan. Antinex 2 turibdi. Bitta anaqa qo'ying hozir. Bular Yomon lekin, bormi? u anatdagimi? Aldan beri ovozini eshitamiz lekin borku. Yomon, Mersul, Besrul. Hozir uni ham olamiz, xudo xohlasa. Demak, kraskalari qanaqa aka buni? Oldida petnos bor aka, kapot uchudi, ichiga o'tmagan. Niyatini ham chiqarilgan. Niyatini ham chiqarilgan. Yillari 2024-yil 74 ming yurgan. Kraska petnosini aytdik. Undan tashqari avto kreditga ham chiqargan. Boshlang'ich 1400 dollar bilan. Umuman grafiklarni mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Salon holatlarini hozir sizlarga bitta ko'rsatamiz. Shumkalari bormi yo'q, ha? Radnoy holatda turibdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, orqalarini ochib oldik. Hozir orqa holatlarini ham sizga bitta ko'rsatamiz. Bu tarafni ham ko'rishingiz mumkin. Hamma joy radnoy stok holatda turibdi. Avtomat korobkada. Demak, mashinamiz benzinda harakatlangan ekan. Hozir orqa holatlarini ham ko'ramiz. Zapaska balonlari joyida turibdi. Orqa qozonlari hech nima bo'lmagan, udar yo'q menimcha mashinada. Zapaska balonlarini ham holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Balon holatlari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Kumho balonda turibdi. Tak. Buni narxini 12400 dollar dedik. Telefon raqamlar 99 445 22 22 raqamlari. Xo'p, keyingi mashinamiz Gentra mashinasi. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskasi bor ekan. Krillo kapotda bor. Krillo kapotda bor. Udar o'tmagan, xudo xolasa. Qolgan joyi ideal. 145 ming yurgan, 2019-yil avtomat korobka lyukli variant. 9200 dollar. Undan tashqari bizda variantga ham chiqargan. Variant ko'rishingiz mumkin. 2200 dollar boshlanish to'lovi bilan 3 yil, 4 yil hamda 5 yil muddatlarga chiqargan. Xo'sh, bizda Magigar pultlarimiz bor ekan. Magigar pultlarimiz bor. Shumkasi yo'q ekan. Orqalarini ochib olamiz. Chexol holatlarini ko'rishingiz mumkin. Poliklari yaxshi holatda, salon holatlari ideal, toza, ozoda saqlangan. Ko'rishingiz mumkin. Tak, undan tashqari orqa holatlarini ham ochib ko'rsatamiz. Orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Orqalari ham juda ham ideal holatda turibdi. Xo'p, narxini aytdik, telefon raqamini aytdik. Orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Sal narsalar bor ekan, atak yaxshi holatda turibdi. Aka, bu benzinda harakatlangan mashina yo propandami? Benzinda harakatlangan mashina. Aka, bo'lishini qancha qilib beramiz buni? 9,5 ming yoz qo'yamiz. 9200 qilib beramiz. 9200 qilib beramiz. Yana kelishib tortishadigan joylari bor, xudo xolasa. Cobalt mashinasi sizlardan ular ham? Cobaltlarda 23. 2023 kraskasi top-toza mashinamiz. 69 metan gaz bor, 4-chi 4-chi pokoleniya metan gazlari bor. Salon holatlari ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Poliklar gibrid polik qo'yilgan, chexol holatlari zo'r, 69 ming bor, mexanika korobkada turibdi mashinamiz. Orqalarini bitta ochib olamiz. Salon holatlari juda ham yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Orqalarini ham bitta ko'rsataman. Orqa holatlari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Xo'sh.
Demak, buni ochamadim, mayli. Orqa qora stoplar qo'yilgan, mashina menimcha yuvilgan shekilli mana bu yerlarda suvlari turibdi. Aka, bo'lishini qancha qilib beramiz buni? 11,5 ming qilib beramiz buni. To'rtinchi pokoleniya metan gazlari bor. Telefon raqamini aytib o'rasizmi bunga? 88lik 88lik 971 971 88 83. Nexia mashinasi ularimizdami? Yo'q, aka, bu qator o'zada. 19 xorij entral Nari tomondan boshlaymiz bunda. Keyingi mashinamiz qora Gentra deganda, qora Gentra mashinamiz 2019-yil. Mashinamiz avtomat korobkada, bezluk holatda 26 ming yurgan, kraskalari toza. Bu ham kreditga chiqargan, boshlang'ich to'lov $1300 bilan Hayot bank bilan chiqargan. Grafiklar ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari, xo'sh, 3000 boshlang'ich to'lov bilan Kapital bankdan chiqargan. Unda oylik to'lovlari kam bo'lar ekan. Agar boshlang'ich to'lov ko'proq bersangiz, kapitaldan chiqargan oylik to'lovlari kam bo'lar ekan. Agar boshlang'ich to'lovingiz kamroq bo'lsa, Hayot bankdan chiqargan oylik to'lovlari sal ko'proq bo'lar ekan. Metan gazlari bor ekan, kraskalar top-toza, narxlarini 13 ming deyishyapti. Yana kelishadigan joylari bor. Chexol holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari yaxshi, poliklari zo'r holatda. Avtomat korobkada turibdi mashinamiz. Probeklarini 26 ming dedik. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Darkman Blue holatda, metan gazlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda turibdi. Metan gazni sal oldinroq qo'yilgan ekan, shuni hisobdan anitlarga umuman xalaqit bermaydi. Ba'zida ichkariroq qo'yib qo'yadi, mashina silkanganda anitlarni ezib sal cho'kib qoladi. No, holatlari zo'r ekan mashinani. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlarimiz ham juda ham zo'r holatda turibdi. $13 ming deyishyapti. Yana kelishadigan joylari bor. Bu navarotlardan Magicar putlari ham bor ekan. Keyingi mashinamiz yana qora Gentra mashinamiz, avtomat korobka, lukli varianti 2022-yil ekan. 105 ming, kraskalari petno qayerda bor aka? Krilo kapotda bor. Amerikankalar qo'yib qo'yilgan mashina, juda ham zo'r holatda. Xo'p, boshlang'ich $1100 bilan bu ham avtokreditga chiqargan. Kreditlar ko'rishingiz mumkin. Tonirovka ruxsatnomamiz qanaqa aka buni? Tugagan. Tonirovka ruxsatnomalarimiz tugagan ekan. Amerikankalarimiz bor. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda. Tak, bizda shunday olsam bo'ladimi? Rahmat kattakon. Xo'p, bizda Malibu rul qo'yilgan ekan. Malibu rul chexol holatda ko'rishingiz mumkin. Poliklari juda ham yaxshi holatda, avtomat korobkada. Monitorlar qo'yib qo'yilgan, salon holatlari juda ham yaxshi holatda. Ochildi orqasi. Endi ochildi. Rahmat. Xo'p, orqa holatlarni ko'rishingiz mumkin. Orqa holatlari ham juda ham zo'r holatda ekan. Xo'sh, bunda ham bunda propan ekan. Orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Shumka bilan propan qo'yib qo'yilgan. Balon holatlari ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Orqaga optira stoplar qo'yib qo'yilgan. Balon holatlari juda ham zo'r holatda turibdi. Aka, buni naqdga qancha qilib beramiz narxini? 13200, yani kelishadigan joy bor. Telefon raqamlar 99-445-22 raqamlari. Keyingisi ham bizaniki aka. Bunisi qanaqa? 2019-yil 185 ming yurgan ekan, metan gazlari bor, $9700 ekan, buni ham narxi. Xo'sh, bu ham avtokreditga beriladi, avtokreditni ko'rishingiz mumkin.
9200 qilib beramiz. Kraskasi qayerda bor aka buni? Eshikda qachon kirgan joyi bor, narigi eshik, oldi eshigida. Joyi zo'r. Salon holatdan ko'rishingiz mumkin. Chiskalar qilib qo'yilgan, poliklar yaxshi holatda turibdi. Bu yerga karboniviy elementlar qilib qo'yilgan ekan. Nakleykalar yopishtirib qo'yilgan. Orqa salon holatlari, umuman salon holatlari zo'r holatda turibdi. Tak, orqa holatlari ochilmabdi. Bosganim ochilmabdi. Demak, orqa bagajlar ko'rishingiz mumkin. Metan gazlari bor. Tak, buni bo'ladimi? Xo'p, zapaska balonlar ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarda umuman udar tekan joylari yo'q ekan, xudo xolasa. Mashinamiz zo'r holatda. Tak. Mashinani mana shu qo'ydik kalitini. $9700. Aka, qancha qilib beramiz buni? 9200 aka, oxiri. 9200 qilib beramiz. Qani 20. Bu 2022-yil Amerikanka farala qo'yib qo'yilgan, lukli variant. Xo'sh, bu ham avtokreditga ham chiqargan. Avtokreditga o'zi 2022-yil 89000 yurgan. Kraskalari petno bor ekan, boshlang'ich $500 to'lov bilan avtokreditga chiqargan. Kredit holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatga chiqargan. Mashinamiz menimcha shumka qilingan. Mashina shumka qilingan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Evakor poliklar taqilgan, umuman holatlari zo'r salon holatlari. Avtomat korobkada turibdi mashinamiz. Bitta aylantirib ko'ramizmi probeklarni? 89000 ekan probeklari. Bu salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balonlar yaxshi holatda, zo'r yangi balonda taqib qo'yilgan ekan. Xo'sh, orqa bagaj holatda ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz zapaska balonlari yo'q ekan. Mashinamiz benzinda harakatlanar ekan. Kraskasi qayerda bor edi buni? Krilo kapotda kraskasi bor edi. Minchkarlari ham bor ekan, ha? Zo'r. Bunisi ham bizdami aka? Bo'ldi. Telefon raqam 99lik 445 22 22 raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'lar ekan. Bagajni ochib qo'ying. Chipolni navarot o'qing. Chipolni navarotda. Aka, yil nechi buni? 2020-yil ekan, ha? Xo'p, Amerikankalar taqib qo'yilgan ekan. Qora Gentra mashinamiz, lukli variant, avtomat korobkada. Xo'sh, shumka qilinmagan ekan, ha? Buni tonirovka ruxsatlari qanchaga bor? 11 oyga bor. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda. Malibu bar qo'yilgan, Malibu rul qo'yilgan, monitorlari ham o'zgachalari qo'yib qo'yilgan ekan. Deflektorlar pastga olingan, nixrom detallar qilingan. Akprintlar qilib qo'yilgan ekan. Juda ham zo'r holatda salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. 11 oyga bor ekan. Evakor poliklarda turibdi mashinamiz. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mashinani yasitib qo'ygan ekan, ustoz ham. Orqa bagaj holatlarini ko'rishingiz mumkin. Subwooferlargacha bor ekan mashinamizda. Gap yo'q ekan. Metan gazlari 4-pokoleniya metan gazda. Kraskalari qanaqa ekan buni? Petno bor eshikda. Eshikda petno bor, orqa Amerikanka stoplar taqib qo'yilgan. Balon holatlari ham juda ham zo'r holatda ekan. Archa balonda taqib qo'yilgan. Aka, qancha qilib beramiz buni? 13,5 so'rayapmiz. $13,500 so'rayapmiz. Kelishadigan joy bor. Raqamni aytib yuborasizmi? 99lik 895 895 34 34 23. 34-23 raqamiga telefon qilaverasizlar. Demak, keyingi mashinamiz bizda legendarniy Nexia 2 mashinamiz. Bu mashina tuning qilingan. Oldiga pavuklar, nullik filtrlar qo'yilgan ekan.
Tak, 2012 yil 263 ming yurgan. Aka kraskalari qanaqa ekan bu mashinani? Tomdan past bo'ldi. Tushunarli. Motor o'zniki, 1.6 motor o'zniki. Xo'sh, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Tonirovka ruxsatnomalarimiz salon holatlarini bitta ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r, barlar qo'yilgan, mers rul qo'yilgan. Uchinchisini bosgan. Ha, bos. Endi gazni bosgan. Yo, o'chirib qo'yma. Zaslonka ochilyapti-da. Orqa bagajni ochib olasizmi, brat? Orqa bagajni ochib olasizmi? Bo'ldi. Torpedkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kolonkalar juda ham zo'rlari qo'yilgan ekan. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sideniyalarimiz ham almashgan, sportivniy sideniyalar qo'yilgan, barlar qo'yilgan mashinamizda. Shumka qilingan shekilli juda og'ir. Kolonka holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham mashina zo'r holatda. Turibdi. Zapaska balonlari bor, mashinamiz benzinda. Mashinamiz polni shumka qilingan, detallarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon diska holatlari ideal, zo'r. Narxi $6300, tomlari qaraytirilgan. Telefon raqamlarimiz 99lik 030 50 03 yoki 95lik 770 50 03 raqamlariga telefon qilsangiz bo'ladi. Zo'r.